Assalomu alaykum, Master Class kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Bao firmadan universal drabilkani ko'rsatib o'taman. Bu ho'l va quruq makka so'talari bilan umuman tanlamaydi. Bug'doy, don, haqiqiy universal drabilka. Hayvon yeydigan chorvachilikka va parandachilikka nima kerak bo'lsa, shularni maydalab beradi. Haqiqiy universal drabilka bo'ladi. Mana buni kilolarini ham ko'rib o'tishinglar mumkin. 101 kilolik bo'ladi. Listlari ancha qalin ishlangan. Bu narsani mana bu yilgi narsa chislasini ham ko'rib o'tishinglar mumkin. 4 kilovatli bo'ladi. Modellari esa 9FS 530 Bao firma bo'ladi. Bu tarafidan don mahsulotlar solinadi. Bu tarafidan esa mana bunaqa ho'l va quruq hashaylarni solib maydalab berishinglar mumkin. Mana bunaqa oddiy uy tokka ishlaveradi. 220 ga, ya'ni mana bunaqa avtomatlari bilan jihozlangan. Hozir hashay chiqarib ishlatib ko'rsataman. Ichlarini ham ko'rib o'tishinglar mumkin. Ichki sohasi bularimiz bunisi bilan 6 qator bo'ladi. 1 2 3 4 5 6. Mana bu qalin materialda ishlangan bo'ladi. Bunker qismlarini ham ko'rib o'tishinglar mumkin. Pachimliklari ham maslinli pachimli. Ichkarida emas, tashqarida bo'ladi. Ikki tomonlama reme orqali harakatlanadi. Motor qismlari 4 kilovatli 100% misad motkali bo'ladi. 2800 oborot 3000 deyiladi xalq tilida. Nechi tokka ishlatayotganingiz bu yerdan ko'rsatib turadi. Agar 180 dan past bo'lgan voltlarga buni tavsiya etmaymiz. Chunki 200 da atrofidan yoki 200 dan yuqori bo'lgan toklarga bularni tavsiya qilaveramiz. Misol uchun 160, 150 toklarga o'zi ishlab turadi, oboroti pasayib ketib qoladi. Donda yoki hashayni solganingizda to'xtab qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Yarim oborotda ishlaydi chunki past tokka. Mana bu elaklari keladigan bo'lsak, elaklari 5 xil bo'ladi. O'zinikida bilan birgalikda 6 xil elak bo'ladi. Mana bu listlari bu ho'l o'tlar uchun, mana bulari yorma uchun, mana bulari makka poya shunga silos qilib beradi. Mana bulari somonga makka mardagi bilan birgalikda bu yorma holatda qilib beradi. Ishlashlarini hozir bu hashayda ko'rsatib o'taman. Mana bu bunker qismi shu ikkita gaykada yopiladi. Hozir ishlashlarini ham ko'rib o'tish mumkin. Mana bu joydan qatirib qo'yasizlar. Albatta kulish tortib qo'yasizlar. Hozir vaqtinchalik qo'lda qatirib qo'ydim. Mana bunisidan ko'tarishinglar mumkin. Oborotga kela oladi. Bizni omborimizda to'kimiz ko'tariladi hozir mana. 5 ekan. Oborotga kirib olgandan keyin bunaqa o't mahsulotlarni va don mahsulotlarni solishinglar mumkin. O't mahsulotlarni kirishini xohlaman. Mana bu qamishda ahvoli ko'rib o'tishinglar mumkin. Bemalol kichkina jonivorlar ham yo'radi, bemalol molga berasizmi, qo'ygami. Umuman isrofgarchilik bo'lmaydi. O'ta mayin holatda chiqarib beradi. Bundan ham mayin holatda kerak bo'lsa, mana bu elaklarini almashtirib foydalanishingiz mumkin. Narxlariga keladigan bo'lsak,
Bularimizni narxlari 12 ta viloyat dastavkalari ichida 3 million 400 ming so'm yetkazib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.